Xo'p, mayli bir chekkadan savollarni yozishni boshlaymiz. Nimada? Sizlarni qiziqtirayotgan qaysi savollar bo'lsa, nimasini planni tuzib olaylik hozir va o'sha plan bo'yicha xudo xolasa bugun sizlarga qisqacha ma'lumotlar beray. Birinchi nima haqida gaplashamiz? Qaysi savolinglar muhimroq sizlarga? O'lchamdami, ko'pincha tochkalarni topishda, ko'p uchraydigan savollar. Birinchi o'lcham nuqtalari deylik. O'lcham. Ikkinchi, bu yozmayotgan ekan, primerkami? Primerkada kimda qanaqa savol bo'ladi? Ko'pincha uchraydigan savollardan shu. Proymada? Bu ham o'lchamga borib taqaladi baribir. O'lcham. Ikkinchi proyma topishi. Proyma. Uchinchi bormi yoki hozircha shular haqida gaplashamizmi? Yo'q, tushuntirish uchun. Men joylashtirish andazani hisobiga, yo'q, bo'yiga emas, eniga olinadi. Eniga olinadi. 30 millimetrovkani o'rnida ishlatganman-ku. Materialga chizilmaydi aslida. Xo'p. Andazani matoga joylashib bo'lmasa. Keyin poyez haqida menimcha hozir savolingizga javob oldik, Andozani matoda qo'llanilishi. Oldingi yo'nalish bo'yicha ketganda chalkash bo'ladi lekin siz o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha o'lchamni. Yo'q, vitichkadan ham. U ham to'g'ri. O'lcham olishda kimda ko'rsating? Kimdadir ko'rsatishimiz kerak bo'ladi, chunki rezinka bog'lashimiz kerak. Ikkita joydan bog'layman. Keling. Birinchi yo'q, mayli, anaqa rezinka bog'laymiz. Birinchi bo'lib rezinkani bog'lab olishimiz kerak. O'shancha yumshoq rezinka taqishimiz kerak bo'ladi, anaqa bo'lmasin, taqab turishi kerak. Yo'q, nima oldi kenglik, orqa kenglik. O'sha yerda. Endi sizda ishadi degan joyi mana shu uzunlikni uzun bo'lganida. Agar 1 santimetrga uzun bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishadi. 2 santimetr uzun bo'lsa, mana shu uzunlik. Mana shu ishadi va bo'tga bitta halqob tushadi. O'shaning uchun bo'tga juda ham qattiq qarayman men. Mana shu uzunlikka. Bunaqada ham ishadi. Voy, jinarada o'ring. Endi demaslik. Men buni bundoq qilib orasi ishadi. Bu endi anaqadan, kurak vitichkasidan. O'shandan Bu kurak vitichkasidan. Men bu nimada ko'tarilishi, bizda mana ko'krakning nimasi qolipi bor, bu mushak, bu suyak. O'shani hisob bo'lsadi bu yerda nimasi. Uni na tepadan chiqara olasiz, na yondan chiqara olasiz. Keyin o'rtadan vitichka bo'ladi, mana tushgan. O'shani bu chekkamiz bu tarafga jo'natsak, yuborib tikkanimizda o'sha yo'q bo'lyapti-da. Vitichkani hisobi. Vitichka hisobi shu. Agar vitichka qilmasak, dedingiz, sal orqani pasatga berib yuborasiz. Vitichka tikmasanglar, o'shanaqasi bitta yelka kengligi bizda etiklik 13 santimetr oldida, orqada 14,5 olinadi. O'sha 1,5 santimetr pasatkaga kirish kerak. O'shanda mana bitta chok tushmaydi. Shuni hisobiga. Da, orqa tanada. Dazmolda yotib beradi-da, o'sha qolip chiqadi sizda. Выпуклость chiqib keladi-da. O'shandan o'sha kurak qolipi chiqib kelib beradi va mana bu yerda ochilish bo'lmaydi o'sha sizlarda. Tushunishim bo'yicha orqadagi mana bu kurak vitichkamiz bor edi-yu. Uni qilmasligimiz uchun orqa kengligini, yelka kengligini sal ko'proq olishimiz kerak. Sal ko'proq emas, o'sha vitichkani 13,5. 1,5 santimetrga anaqada standart razmerda 1,5 santimetr qo'yiladi. Velikan o'sha anaqada plus razmerlarimizda 50 dan 70 gacha 2 santimetr. O'shani anaqa yedirib tikish kerak bo'ladi. Endi katta razmerda 2 santimetrga yeyilmaydi. Men o'zim ko'rgan, o'sha zborka bo'lib anaqa bo'lib qoladi-da. O'sha 1,5 o'zi normada bo'lib qoladi. Agar vitichka tikilsa, u yana ham yaxshi. O'shanda. Bu yerda hozir savol bormi yoki o'lcham olishni boshdan ko'rsatib turaymi? Tekis turganligiga ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi va aytganimdek, bel qismini hech qachon so'ramaysizlar. Mijoz o'zidan, chunki shim 3 xil pasatda kiyiladi. Bizda harakat kengligi juda ham muhim rol o'ynaydi. Keyingi o'lchamimiz bel aylanasi. Bel aylanani o'lchagan paytimizda biz endi bitta barmog'imiz ustida bo'lmaydi. Mana bunaqa ustma-ust chiqara olmaymiz. Uzun tomonni pastga, kalta tomonni shu bu yoqqa qarab o'rasizmi? Bularga ham. Usti tomonda qilib ko'rsatkichi necha bo'lsa o'shani qo'yamiz.
loyiq o'zini. Mana 72 ko'rsatyapti bo'ladi. Boks aylanasi bizda ham loyiq o'lchanishi kerak, lekin qorin hisobi bo'lishi kerak. Dumbani cho'qqi bo'lib chiqqan nuqtasidan agar bunaqa o'lchaydigan bo'lsak, loyiq holatda bo'ladi 103 santimetrni ko'rsatyapti. Lekin biz albatta tepaga 5 santimetr ko'targan holatda o'lchaymiz. Qorin hisobi bor-a bizda. Har doim. Har doim. Har doim mana shunaqa qorin hisobi bilan olamiz. Chunki nimaga uni aytyapman? O'tirgan paytingizda boks aylanangiz 6 santimetrga kengayadi. 6 santimetrga o'tirib o'lchab ko'ringlar, yoyiladi. Bu dumbani hisobga. O'shaning uchun biz bu narsani olishimiz kerak bo'ladi. Agar buni olmasangiz, normada chiqyapti-da, qorningiz lop etib chiqib qoladi. Shunisi bor. O'shaning uchun bu yerda ehtiyot bo'lamiz. Keyingi o'lchamimiz bizda oldi bel uzunligi. Oldi bel uzunligini mana shu taqalgan nuqtasidan olamiz. Endi bo'yin o'yinini taqalgan nuqtasi qaysi biri degan savol bo'ladi qizlarimizda. Buni qanaqa aniqlaymiz? Yon tomonda turganida mana quloq suprasining tugagan joyi bor-a, o'sha yerga to'g'ri tushiladi. Mana shu joydan. Chunki buni 1 santimetr pastroqdan yoki teparoqdan oladigan bo'lsanglar, oldi bel uzunligiga ta'sir qiladi. Chunki oldi bel uzunligi bizda 1 santimetr uzun bo'lsa, kiyim orqaga ketishni boshlaydi. Shunisi bor. Endi oldiroqdan pastroqdan bo'lsa, o'sha oldi bel uzunligingiz kalta bo'ladi. Agar bel liniyasi bo'ladigan bo'lsa, u o'ynab qoladi. O'shaning uchun masalan quloq suprasining nimasidan to'g'ri tushgan joyidan, bo'yinga taqalgan nuqtasidan mulchiymiz. Oldi bel uzunligini mana shu yerdan qo'yib, ko'krak ustidan o'tib, belgacha bo'lgan masofa. Har doim rezinkani pastigacha bo'lgan masofani olamiz. 43 santimetr. Loyiq o'zi. Endi orqa bel uzunligi bizda qanaqa bo'ladi? Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana umurtqa nuqtasi. Hech qachon o'lchanayotgan paytda tekis turing demaysiz mijozingizga. Tekis turing deydigan bo'lsangiz, to'g'ridan oladi, keyin oddiy kiyimni kiygan paytda o'zini holatiga tushganda, mashta уже boshqacha nimada bo'lib qoladi. Torli bo'lib qoladi. Endi agar bizda endi anaqa umurtqangizni topa olmayapman, sal engashib turing deydigan bo'lsak, unda mana bunaqa egilib bersalar, bu uzayadi mana. O'shanda mana shunda halqob paydo bo'lib qoladi. Shu sababdan bu nimada ham aytilmaydi, normal holatda turishi kerak va normal holatda o'lchanish kerak. Rezinkani pastki qismidan pastgacha bo'lgan masofa o'lchanadi. Bizda mana 38 santimetr hosil qilinyapti orqa bel uzunligi. Sizlarda обычно necha bo'lardi? Agar shu ishlatgan bo'lsa. Yo'q, u ishlatgani Tayyor andazadanmi? manda bo'yinda Ha. Menimcha bo'yi kichkinalarda ko'proq bo'lsa kerak. Mana shunda osilib turadi, keyin mana tirimda ko'tarsak, primerka qotganda. Ha. O'shaning uchun atelyeda o'zi tayyor andaza ishlatilishi tavsiya qilinmaydi, chunki hammaning g'o'dasi har xil. Razmer masalan ko'krak aylana bir xil bo'lishi mumkin, lekin oldi bel uzunligi, orqa bel uzunligi, ayniqsa ko'krak balandligi bizda har xil chiqadi, to'g'rimi? Oraliqlari, masofasi. O'shaning uchun tayyor andaza tavsiya qilinmaydi va individual poshrifda o'ziga andaza qilinsa, yaxshi o'rni beradi. Orqa bel uzunligi o'lchandi, endi oldi kenglik. Oldi kenglikda mana ikkita nuqtadan rezinkani yon chetidan ikkinchi yon tomonigacha bo'lgan masofa o'lchanadi bizda. 36 santimetr. Hech qachon ichkariga kirib ketmaylar bunaqa. U katta bo'lib qoladi, уже proyman chiqazayotgan paytingizda normal holatda chiqmaydi. Bu 36 santimetr. Sizda ham shunaqa bo'larmidi o'zingizda? Bu mana yana tushib ketdi. Men tepaga ko'tardim, taqab olamiz har gal. Bu yerda ham endi o'lchaymiz. Bu yerda 36 ekan, oldi orqasi. Bunaqa kureklari chiqmagan ekan bularni. Biz o'sha teparoqdan o'lchar ekanmiz-da. Teparoqdanmi? Ha. 36 santimetr. 2 santimetr kengroq bor, keyin qo'yganda olib tashlaymiz. Razmer bo'lmaydi. siz razmer olasiz. Men razmer olaman, mato turiga qarab, uni cho'ziluvchan, cho'zilmaydigan. Ha, andaza chizganimizda ham orqa kenglikka yarmisiga 1 santimetr, ya'ni umumiy kenglikka 2 santimetr qo'shib olinyapti. Mana shunaqa bo'ladi. Buni o'lchadik. Keyingi o'lchamimiz ko'krak balandligi bizda. Ko'krak balandligini ham mana shu nuqtadan o'lchaymiz. Ko'pincha qizlarimiz yelkani yarmidan o'lchashadi. Bu yerda emas, taqalgan holatda o'lchashimiz kerak bo'ladi. Xuddi bu oldi bel uzunligini o'lchagandek. Bularda ko'krak balandligi mana 28 santimetr chiqyapti. Oralig'ini o'lchaymiz srazu. Oralig'i bularda 18 chiqyapti. No, men 19 qilgan bo'lardim. Slehka yon tomonga nima qilish uchun 19 qilgan bo'lardim. Qarang, meniki o'zi ko'proq 25 bo'lardi. Balandlikmi? Balandlik. Men Muroddan o'lchagan bo'lishingiz mumkin.
mana shu kiyimlarni yelka chizig'idan Aha, aha. mana bitirmadan. Man bittadan o'lchaymanda o'sha tepadan. Mana mana shu yerdan 28 holatida 27 ham chiqyapti agar anaqa qilsa. No, men quloq suprasini tugagan joyidan o'lchayman har doim mana shunaqa qilib. Menda yelka mana shu yerda bo'lsa, bu yoqqa keladi yelka. Chunki men bo'yin o'yindisi nima? Standart eniga 7, bo'yiga 8 qilaman podgorlishkalar uchun. Keyin bo'yin o'yindini, bo'yin aylanani o'lchab olamanda, keyin undan keyin kattalashtirам. Eniga kattalashtirmayman, bo'yiga o'yaman faqat. Orqaga ham tegmayman. Kattalashtirganda faqat oldiga o'yaman. Mana bularda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana taqalyapti. Oldiga kelgan o'yindisi. Shuning uchun har doim oldiga o'ygan holatda. Orqa nechi standart bo'ladi? Eniga 7, bo'yiga 3. Bo'yiga 3. Mana shu holatda olaman. Ko'krak balandligi oralig'i bo'ldi. Keyingisi bizda oldi kosoy uzunligi. Oldi kosoy uzunligi ko'pchilikka o'lchashga noqulay. Mana bunaqa yelka kengligini topamiz va yelka choki qatta turadi. O'shani belgilaymiz o'rtasida. Mana shu nuqtadan ko'krak markazigacha bo'lgan masofa o'lchanadi bizda. Va shu nuqtani o'zini yo'qotib qo'ymasdan nima qilamiz? Bularda hozir 24 sm bo'lyapti oldi kosoy. Endi orqa kosoy bo'ladi tak 43 sm tashkil qildi mana. Mana shu nuqtadan. Agar men bu yoqdan o'lchaydigan bo'lsam, bu kalta bo'ladi. Chunki men anaqasiga oldiroq o'tib turishini hisobini olishim kerak bo'ladi. O'shanda menda yelka choki orqaga ketib qolmaydi. 1 sm bizda o'tib turadi, oldiga. Menda ham 1.5 dash 2 holatlari ham bo'ladi. Chunki harakat natijasida bu to'g'ri holatga kelishi mumkin, lekin hech qachon orqaga ketmaydi. Yelka balansi deyiladi bu. Mana shunaqa tartibda olaman. Hozir bularniki 43 sm bo'lyapti. Tak, endi proymasi bo'ladi bizda. Proymani topish uchun endi mana proyma rezinkasi turibdi bizda. Aslida 3,5 sm lineyka kerak bo'ladi. Mana shu masalan qalinligi 3,5 bo'ladigan bo'lsa, shuni qo'yib olib, lineykani pastidan bel rezinkasigacha bo'lgan masofani o'lchayman aslida. Bu endi yirik menda. Hozir ko'rsatish uchun aytyapman, 3,5 sm lineyka olib kelmoqman. 3,5 sm. Men endi taqalgan holatida o'lchab, bu hozir 5,5 ekan. 20 ekan, 20 dan 3,5 olib tashlasam 16,5 bo'ladimi? 16,5 bularning proymasi. Da. Mana ko'rdim o'sha qizlarda qildim. 17 siz aytganda 17, 16,5. Bo'ladi, yengi yo'q ko'ynakligi bu lineyka bilan qo'ymaysiz, unda ochilib qoladi. Ha. Unda o'sha taqalgan holatidan 1,5 tushishingiz mumkin. Ya'ni o'sha oddiy proymangiz endi o'lcham olgansiz-ku, bitta mijozingizdan qayta o'lchamasini o'lchamaslik uchun siz o'sha proymangizga 2 sm qo'shib olsangiz bo'ladi. Qo'ltig'i yopiqroq holatda turadi. Yokida ikkini qo'shasiz faqat. Yokida proyma jadvalim bor sizlarga bergan. O'sha proyma jadvalidan foydalansanglar bo'ladi, o'tda yengi yo'q ko'ynaklarga moslashgan. Proyma jadvalini atilabdan o'zi sal tig'izroq holatda qo'yganman, qizlarimiz ko'proq o'yib yorsa, uni to'ldirib bo'lmaydi. Endi sal kichkinaroq ochilgan bo'lsa, kattalashtirish mumkin. Shuni maqsadda uni sal kattaroq qo'yganman. Uni yengi yo'q ko'ynaklarga mo'ljallangan. O'shandan foydalansanglar ham bo'ladi. Endi proyma haqida yana aytib o'tmoqchi edim. Proymaning ikki xil uslubi bor bizda o'lchanishi. Mana shu joydan taqalgan nuqtasidan yana 3,5 sm lineyka yokida shu liniyadan pastga 3,5 tushgan holatda o'lchashimiz mumkin. Mana umurtqa nuqtasidan bu ikkinchi uslub hisoblanadi. 18,5 ekan, 3,5 qo'shsak 22 bo'ladimi? Mana shu 22 proyma balandligi. Orqa tanani chizgan payti bo'yin o'yindining boshlang'ich nuqtasidan 22 pastga tushiladigan bo'lsa, ha. Bularni nimasi proymasini topishi ikkinchi uslubi hisoblanadi. Mana shu joyda. Chiqadi. 1 sm tursa tepaga chiqib qo'yamizda. Ko'krakdan yon tichka bo'ladi-ku. 4 sm tepaga chiqamizda. O'shanda kelib chiqadi proymamiz. Tushunmadim. Ham yoningizda vitichka bo'ladi. Koreyskiy vitichka, Ko'proq hozir o'sha bilan ishlaymiz. 3-4 sm tepaga yurib, o'shandan proyma kelib chiqasamizda. Ha, sizlarda andazanglar o'shan koreyskiy vitichkadan orientir olasizlar. Bo'ldi, tushundim. Bo'lishi mumkin. Yaxshi chiqyaptimi hozircha? Yaxshi chiqyapti. Demak, to'g'ri. Natija. Примерно qilamizda.
Yo'q, endi primerka payti уже ko'rib bo'lgansizlar, qanaqa nima qilish kerak mijozlarga. O'shandan kelib chiqib bu sizlarning xulosanglar-da уже. Aslini olganda bu ham yangi bilim hisoblanadi. O'zi aslida boshqa kimnidir bilimini o'zlashtirguncha ko'proq vaqt ketadi. Siz masalan aniq yo'nalishni bilmaysiz, aniq yo'nalishga tushmagansiz, undan yangi bilimni boshidan o'rganish juda ham oson. Uni taxmin qilib chiqarasiz, boshqa qilasiz. Samouchkalarda o'zi aslida men o'zim boshida samouchka bo'lganman. Keyin ustozlarga borishni boshlaganman. Samouchkalar hamma chuqurlarga tushib, keyin bitta yo'l topib oladi. Hamma xatoliklarni qilib ko'radi-da, bu yaxshi, bu yomon, bu yaxshi, bu yomon solishtiradi. Endi tayyor yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, siz qaysidir bir ustozdan masalan 20 yillik, 25 yillik malakasini 1,5-2 yilda olishingiz mumkin. Shunisi bor, faqat unga regularniy nima qilish kerak bo'ladi. Endi oldindan samouchka bo'lganligi nima xalaqit beradi? Oldingi shu paytgacha yig'ib qo'ygan bazasi. Ozgina yig'ilgan-ku. Nimaga unda unaqa edi, nimaga bunda bunaqa? Nimaga hozir bunaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti? Va orada nima bo'ladi? Ikkita yo'nalish, 3 xil yo'nalishni birlashmasi hosil bo'lib qoladi-da, va unda kasha bo'lib chiqib qoladi. Xatolik kelib chiqsa, nimadan chiqishini bilmaydi. Qanaqa qilib chiqib ketishini bilmaydi. Chunki bu yerda 3-4 ta yo'nalish aralashib ketgan. Oddiy mana sideniya balandligini aniqlagan paytda menda boks aylanasi bo'lingan 4 holati bor. Kimdirlar o'lchaydi bu narsani. Kimdirlar o'lchaydi. O'lchanadigan tomoni bor, endi formula bo'yicha tushiladigan tomoni bor. Agar ikkalasi bilan qilinadigan bo'lsa, bitta qizimiz olib kelgan sideniya balandligi 50 sm turibdi-da. Keyin buni meni yo'nalishim bo'yicha qilmagansiz-ku desam, ha, qo'shgan edim. Endi buni qanaqa to'g'rilayman dedi. Buni iloji yo'q, o'sha tepadan olib tashlash shim kalta bo'lib qoladi. Shim kalta bo'lib qoladi. O'shaning uchun bitta yo'nalish bo'yicha bajarishga harakat qilish kerak bo'ladi. Toki o'sha narsani to'liq egallab olgandan keyin boshqa yo'nalishga o'tib solishtirish mumkin. Oxirigacha o'rganib bo'lmaguncha buni solishtiradigan bo'lsangiz, boshim achib ketdi deyshadi-ku o'rganayotganda qizlar, charchab ketdim deydi. Chunki siz bitta yo'nalishni to'liq o'rganib bo'lmagansiz hali. Shu sababdan shunaqa holat bo'ladi. Bu odam o'zini charchatib qo'yadi. Ana nimadir qilishni bilmasangiz, qiyin yo'li bilan qilasiz-ku birinchi marta. Shu narsa takrorlanadi sizda, lekin bu уже moralniy-da, bilim bilan bog'liq bo'lganiga miya charchaydi. Miya charchasa hamma narsa charchaydi degani-da. Уже o'chib qolasiz. O'shaning uchun bitta yo'nalish bo'yicha, qonun qoidasi bo'yicha bajarishga harakat qilish kerak bo'ladi, ozgina sabr kerak bo'ladi. Men o'zim shoshqaloq edim. O'shandan bilaman. O'qituvchilar nechtasi hadya o'rganman ham. Shunaqa o'rganimdan. Proyma o'zi oxirgi o'lchamaydi adashmasam va endi sizlarga yubka uzunligini ko'rsatganman. Yubka uzunligini o'lchaganda har doim qorinni ustidan o'lchayman. O'rtadan emas, mana yon tomondan vidichkamiz turadi-ku bizda. O'sha yerdan pastgacha bo'lgan masofa o'lchanadi. Bu bilan nimani topamiz? Qaysidir bir nimalarimizni, mijozlarimizda orqa chiqqan bo'lishi mumkin yoki qorin chiqqan bo'lishi mumkin. Bo'ladiki, tayyor kiyimlarni kiygan paytda yoki orqa ko'tarilib qoladi ko'pincha. Oldi pastroq turadi. Egilibroq yuradigan ayollarda bo'lsa ham, o'shaning uchun aytamanki, har doim mijozlardan to'g'rilanib turishga harakat qilmanglar. Ularni to'g'rilashga harakat qilmanglar. Qandoq bo'lsa o'shandoq tursin. Men bir marta ikkilanganman, bukurroq ayol kelib qo'ygan. Endi yoshlari katta edi, farzandlari tiktirib berishyotdi. Ularning yubileylari bo'lishi kerak edi. Bukurligi bor ekan. Ustozim yo'q paytda o'sha Almatada oxirgi malaka oshirishimda o'lcham olganman. Keyin yo'q, noto'g'ri o'lchagan bo'lishi, men uchinchikman-ku endi. Noto'g'ri o'lchagan bo'lishi mumkin deyaptilar-da. Yana shifon emasmi? Shifon matosi edi. Bilinadi-ku u yerda. Beli отрезной ozg'im anaqa edilar. Lekin mana shu tishgan. Oldi bel uzunligi, orqa bel uzunligidan sog' bo'ling. 3 sm ga raznica qiladi standart razmerda. Ularda endi nabarot 3 sm kalta bo'lishi o'rniga ularniki baravar turibdi. Bu degani o'sha bukurlik boshlandi. Bizda orqa bel uzunligi kalta bo'lishi normal holat. Masalan, 10-15 sm gacha kalta bo'lgan holatlarni ko'rganman. Lekin endi bizda oldi bel uzunligi bilan orqa bel uzunligini 2 sm ga farq qildimi? Ya'ni orqa bel uzunligi 2 sm kaltami oldida? O'sha bukurlik boshlanyapti. O'shani bilinglar. 3 sm kaltami? Ya'ni umurtqa nuqtasi. Bu уже normal holat. Lekin 4 sm, 5 sm kalta bo'lishi, qisqa bo'lishi normal. 2 sm kalta bo'ldimi, уже bukurlik boshlanyapti. 1 sm kaltami, yana ham выделённый. Menda baravar chiqib qolgan. Tasavvur qiling, men uni setkani qurishim uchun yana 3 sm tepaga chiqamanmi? Получается, orqa tanadagi asosan desam 3 sm ga baland holatda turadi menda oldidan. O'zi itak bizda proymada masalan orqasida farqi bo'ladigan bo'lsa, baland bo'lib, o'tda yana ham baland bo'ladi. Shu tomonlari bor. Keyin anaqada bukur ayol ekanlar, men uni payqamaganman. O'lchamni olganman to'g'ri, lekin уже primerkaga kelgan paytida
orqa ko'tarilyapti-da. 3 santimetrga ko'tarilyapti. Shifonda srazi bilinadi-ku. Rosa bilinadi. Ikkigina anaqa poloklyosh yubka emasmi? Poloklyosh по-любому bo'yiga tushadi o'sha, to'g'rimi? Matoni enini bo'y qilgan taqdiringizda ham cho'zilmaydi shifonda. Faqat yon tomonlarda kasoylik beradi. Nima qilganmiz? Endi o'sha yerda 3 santimetr kalta turibdi. O'tda rosa qimmat tikiladigan atelyeydi. Kasoy liniyasida cho'zilish beradi shifonda. O'shatini orqaga to'g'irlaganmiz. Orqaga to'g'irlab, buyog'iga уже yana klen qo'shgan holatda faldasini ko'proq chiqaramiz deb mato olib kelib, mana shunaqa qilib to'g'irlaganmiz уже yoniga ulash uchun. Kasoy liniyasida 8-10 santimetrgacha cho'zilish beradi. Sezgan bo'lsanglar. O'sha shifon, krep shifon, anaqada yubqa matolarda. Shunaqa holatda chiqib keta olasizlar xolos. Bo'lmasa, уже buyog'ida nima bo'lib qoladi? Liniyasi agar bo'ladigan bo'lsa, ko'rinarli bo'lib qoladi-da o'sha. Ko'rinib qoladi hammasi. Shu sababdan bizda endi bunaqa tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun har doim polgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. To'g'ri turasiz. Normal holatda turasiz. Уже egilsangiz 2-3 santimetrga farq qiladi mana. Hozir bularni rezinkadan pastgacha bo'lgan masofasi 105 santimetr tashkil qilyapti. Orqa tomonni ko'ramiz. Orqa tomonda endi dumbani usti bilan chiqib o'lchaymiz. Mana polgacha yotmayapti santimetrim. Endi bo'ladi 108 santimetr, 3 santimetr farqi bor. Go'zallashganlar bular. O'shaning uchun 3 santimetr farqida turibdi. Bu normal holat. Endi baravar bo'lsa yana ham normal bo'lardi. Mana shunaqa tartibda o'lchab olsak, biz endi yubkani chizganda, primoy yubkani andazasini chizganda 3 santimetr farqi bo'ldi. O'sha narsa. Labbi. Anaqa hozir endi yubkaning oldidan orqasidan o'lchanyapti-ku. Ko'ylaklarda ham o'shani qo'llaymizmi? Ko'ylaklarda primoy ko'ylakda ham men hech qachon anaqani o'lchamayman. Kiyim bo'yni o'lchamayman. Endi primoy ko'ylagingiz kalta bo'ladigan bo'lsa, kaltaligini bitta bo'yni o'lchab olasiz, lekin farqini bilishingiz uchun xuddi hozirgidek o'lchamlarni kiritasiz. Primoy ko'ylagingizda ham baribir orqasida kalta bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzun joyini kiritib olishingiz kerak-da. Ana shunda kalta ko'ylaklarda bitta nuqtani topib olishimiz Yo'q, kalta nuqtada endi nuqtani topa olmaysiz, faqat oldidan o'lchaysiz. Oldidan o'lchaysiz, bo'ldi kiyim bo'yni. Endi yubkadagi farqini orqa tanaga qo'shasiz. Ana 3 santimetr chiqib keldi-ku, mana oldi 105, orqasi 108. 3 santimetr farqi bor. Mana shu farqni primoy ko'ylakda pastiga, etakka chizib olinadi. Xuddi primoy yubkaga chizdik-ku. O'sha narsa takrorlanadi. Deganingiz bilan go'diga o'tirmaslik tomoni bor. U ham bitta anaqa masala. O'lchamda kimda yana qanaqa savol bor? Men qo'shimcha qilib ketaman bo'lmasam, siqib ketdingizmi, yechaymi? Yeng o'lchaganimizda hech qachon bunaqa o'lchamayman. Baribir shunaqa o'lchaganda kesib olib tashlaymiz, uzun chiqadi. Nima qilaman, o'sha to'g'ri turgan holatida o'lchayman, faqat mana shu yerda oldi kasoyni o'lchaydigan nuqtamiz bor. Shu nuqtadan mana shu suyakning pastigacha bo'lganda ochiq qizlarimiz uchun yengi uzun holati. O'rangan qizlarimiz uchun mana shu masofagacha uzaytirishimiz mumkin. O'rangan qizlarimiz bundora bo'lib mana shu yergacha ham kiyishi mumkin. Ochiq qizlarimizda yengi uzun holati mana shu suyakni pastigacha ham, o'rangan qizlarimizda uzaytirish nimamiz bor, ehtimolimiz bor. Endi ikkita chokli yengimiz bo'ladi bizda boshqa nimalarimizda, darslarimizda. Astarli kiyimlarda o'tda o'zi ikkita chokli kiyimda tushish darajasi bo'ladi buni. Bukilganda kalta bo'lmasligi uchun. Mana shu darajasini yoki bitta chokli yengimizda ham bitishga qo'ydik mana bitta. O'sha 2 santimetr norma. Undan ko'pi ko'p. O'sha yengimizda. O'shaning uchun men hozir loyiq o'zini o'lchayman. Agar menga tirsak hisobi kerak bo'ladigan bo'lsa, обязательно 2 santimetr tushaman xolos. Bo'ldi, boshqa anaqa qo'shilmaydi. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Yuqori bilak, tirsak, pastki bilaklarni bilamiz, qanaqa o'lchash kerakligi. Loyiq o'zi hech qanaqa nima bo'lmaydi. Savol bormi? Yo'qmi? Bo'lmasa o'lcham bo'yicha mana shu yerda to'xtatamiz. Rezinkalarni yechib siz o'qitib qaring. Mana. Xo'p, sog' bo'ling. Tak, bu birinchi nimamiz, proymamiz ham o'shanda ketdi, menimcha. Savolingizga javob ola oldingizmi? Bo'ldi. Keyingisi matoni andozani matoda qo'llash bo'ladi. Andozani matoda qo'llaganimizda, biz hozir chizganimizda ko'rayotganingizda hech qanaqa chok haqqi qo'shilmadi. Bu harakat kengligi edi. Harakat kengligi nima? Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman.
Biz ko'krak aylanani, bel aylanani, bo'ksani loyiq o'lchadik, to'g'rimi? Harakat kengligi o'zi nimaga kerak? Bizniki cho'zilmas matoda kerak harakat kengligi. Cho'zilmas matoda harakat kengligi shart bo'lgani, ko'krak qafasingizni to'ldirib nafas olganingizda ko'krak aylanasi 4 santimetrga kattalashadi. Agar kiygan paytda mijozingiz mana shu sig'im bo'lmasa, unga torlik hissini beradi kiyim. Keladi primerka paytida ko'p tushadigan, yamaga ko'p tushadigan nimamiz, tomonimiz tikuvchilarniki mijoz kelgan paytda primerka jarayonida ayniqsa to'ppa-to'g'ri o'tirib beradi-da, hamma joyini o'lchaysiz, torroq qiling, toy kiyishga o'rgangan qizlarimiz bor. Shunaqa paytda torroq qildirib oladi, keyin o'sha kiyim bitgan paytida uni etganini qilib bering, foydasi yo'q, tor qilib qo'yibsiz deydi. Chunki kelgandan keyin nima qiladi? Tekshirib qo'yadi. Mana shu orqa kenglikda qoladi. O'shaning uchun biz orqa kenglikka har doim andaza chizayotgan paytimizda 1 santimetrdan qo'shamiz yarmiga. Mana shu qilgan paytida tor bo'lmasligi uchun. Hammamiz ham yo transportga chiqamiz, taksi bo'lsin, avtobus bo'lsin, qo'limizni uzatamiz, mana shunaqa nimalari bor. Bozorga borganda nimadir ko'taramiz, engashib. Agar cho'zilmas mato bo'ladigan bo'lsa, mana shu taqib taqaladimi, umuman siqilib ketadi odam. Masalan, mendek odam kiya olmaydi. O'shaning uchun har doim trikotaj kiyaman yoki keng kiyaman. O'shaning uchun mana shu sig'imni qo'yishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu halqob bo'ladi. Orqasida oshiqchalik bo'ladi, o'sha 1 santimetrdan 2 santimetr. Buni primerka paytida siz mijozingizga yengini ulagan holatda ko'rsatishingiz kerak. Mijozingiz tayyor kiyimni ko'rish kerak u sizda. Nimada oynaga qaraganda primerka endi biz uchun deb o'ylardim, mana. Yo'q, primerka aslida mijoz uchun. Mijozni qanchalik darajada o'tda normal holatda turibdi, o'shani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Oldi to'g'ri turadi, masalan, primoko'ynida strechi yo'q matolar uchun aytaman hozir, chunki strechi yo'q matodan futlyar ko'ynak tikish bizda ancha kuch talab qiladi. Hamma joyiga tushmasligi mumkin, qattiqroq halqob chiqishi mumkin futlyar ko'ynak. Cho'ziluvchan matoda-ku bunchalik bilinmaydi. Endi orqa tomoniga kelganda siz albatta o'zingiz ko'rsating o'sha halqobni. Siz o'zingizchalik olib tashamang uni. Oynani ko'rsatasiz yoki rasmga tushirib ko'rsatasiz. Agar siz o'zingiz indamasdan jo'natib yuboradigan bo'lsangiz, uni nechta ko'z kuzatadi? Uydagilari bor, tanishlari bor, qo'shnilari bor. Agar siz etmagan tomonni, "Voy, o'zim qo'ynim bo'lmadi, mijozim o'zi xursand bo'ldi, ketdi" deydi. Bu eng opasli narsa. Eng opasli narsa sizga kelishi mumkin bo'lgan mijoz, u qaytib ketishi oson bo'ladi-da. Masalan, o'sha mijozingiz orqasidan kamida 12 ta odam kelish ehtimoli bor sizda. Har bitta tikuvchida. Uni tanishlari nimasini olganda eng kam minimalini hisoblanganda. Endi siz ko'rgan narsani boshqa qaysidir bir sinchiklab ko'radigan inson ko'radigan bo'lsa, aytadiki, "Voy, mamti nima bundoq qilib qo'yibdi-ku" desa, u o'shandan yomoni yo'q. Mijoz o'zi xursand bo'ldi, u bilmadim, men bildim degan narsa juda ham opasli narsa. O'shaning uchun siz обязательно o'sha narsani ko'rdingizmi, to'g'rilang. Toki boshqa birov, ya'ni bo'lsa ham tikuvchilikdan xabari bo'lmagan odam to'g'irlamasa sizni. U вообще yomon narsa. Ha, вообще yomon narsa. Labi. Modelga kirib, men tikuvchi bo'lib ketadi hozir. Ular уже o'lchamingizni yodlab olgan. Masalan, men oyim primerka qilmayman, qizimni primerka qilmayman. O'lchamingizni yodlab olgan. Siz uzoq vaqt o'zgarmasdan turadigan figura ekansiz. U juda ham qobiliyatli. U hamma hisob kitobini biladigan qobiliyatli tikuvchi u. Ha. Primerkadan ko'ra primerkasiz tiksa ko'proq klientga yoqar ekan. Ha. Primerkada ayblarini ko'radi, xuniyroq turadi-da. Primerkasi tikib mana bo'ldi desangiz, sanneto desam bir xila bilmaydi-da. Bilamiz faqat. Tayyor kiyimga qaraydi. Aksentini qilib bezakka ketadi. Keyin qo'ymani ham qotirib tashlaymanda, kelsa yaxshi deb, "Yo'q, hozir to'g'rilab bermoqchi turing" deb boshqadan so'kib yuborib. Ha, o'zingiz ko'rsangiz обязательно qilish kerak. Qotirib berib boraman. To'g'ri. O'shaning uchun ularga ko'proq tayyor holatda ko'proq. Mana bitta anaqa misol. Tayyor holatda bo'ldi, kiyib olib ketganman, loyiq keldi deydi. Agar elementlari bo'lsa ham sezmaydilar-da o'sha. Bor, конечно, bor. Ko'proq chaqirsam, primerka qilsam o'zimga ham yaxshi-da, demadi, ko'proq chaqiraman. Lekin bir xilda borolmayapsiz, kelishingiz ham shart emas, demadi, o'sha biladigan klientlarni tikib berib yuboraman. Men o'sha siz aytganingizdagi proymasini nima qilmasdim.
yopmasdan turardim. Overlockda, chokda turardi faqat. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, masalan, kiyimini olishga kelgan mijozingiz yana 5 minut o'tirib tura oladi, по-любому. O'sha overlockda bitta yurg'izib borish qiyin emas o'sha agar yaxshi chiqsa. Agar yomon chiqsa, ayniqsa endi yeng ulaganda chiqadi-ku bizda hamma xatoliklar. O'shatini ozgina to'g'rilab borib, yana overlock qilish u ish emas. Lekin overlockni so'kib, anaqa ipini so'kish bu bizda vaqt oladi. O'shaning uchun overlockni qilmasdan besprimerka chaqirsanglar bo'ladi, lekin o'lcham zo'r bo'lishi kerak. O'lcham aniq bo'lishi kerak. Ana o'shandagina biz besprimerka chiqara olamiz. Orqa kenglik haqida aytmoqchi edim. O'sha halqobni albatta o'sha mijozga ko'rsatish kerak bo'ladi. U mijozingiz o'zi ham aytadi, chunki orqasini oynada ham ko'ra olmasligi mumkin. Egilib. Endi agar rasm bo'lsa, aniq ko'radi. Men ishlayotgan ekan, oling desa, o'sha paytda tushuntirasiz. Siz harakatlangan paytingizda mamlaq qiling degan o'sha oldiga egashgan paytida qo'lini anaqa qilib olasiz. Oldiga qilganda rasmga tushirib olasiz, yana ko'rsatasiz. Ko'rasiz, bu tekis turibdi, bu harakat kengligi. Agar buni oladigan bo'lsam, bunaqa qila olmaysiz. Taqalib turadi deb tushuntirasiz o'sha paytda. Agar o'zi taniydi o'sha paytda, yo'q, oling, men stroyga ko'rinishim kerak, tekis borib kelaman deydigan bo'lsa, hech nima ko'tarmayman. Mana shunaqa borib kelaman deydigan bo'lsa, olib bersangiz bo'ladi. Agar siz o'zingizchalik hal qilib uni yoki halqobli yokida o'sha halqobsiz tayyor qilib qo'yibsizmi, tayyor holatda bo'lsa halqobsiz bo'lsa tor qilib qo'yibsiz deydi. U torligiga o'zi rozi bo'lishi kerak. Bo'lmasa sizga pulini bermaslik uchun, kamaytirish uchun har xil bahona o'ylab topadi mijoz. Chunki uni eng asosiysi qoniqtirmadi. Siz bergan mahsulot uni qoniqtirmayapti. Siz harakat qilyapsiz, mehnatingiz bor, to'g'ri, u bu narsani tushunmaydi. Chunki bu sohani ichida emas. Bitta shogirdim kelgan edilar, siz nimada Shohstepani ko'rdingiz-ku, Yulduz. Ular aytibdilar, "Men rosa kaprizniy edim" deydi, tikuvchilikni boshlaganlar biri deydi, o'rganishni boshlaganlar biri deydi. Borib kechirim so'ragim kelyapti o'sha tikuvchilardan deydi. "Rosa qiyin ekan" deydi. U anaqa bo'lganda rahmi kelgan, "Men rosa kaprizniy edim" deydi. "Rosa qiyin ekan, o'zim qiyin o'rganganman" deydilar-da. O'shanda olasizlar deyapsiz-ku hozir. Mana bu yengni o'rnatmasdan, mana bu pastga ketadigan chiziqdan ketamiz. Orqa kengligimiz bor-ku mana bizda. Mana bo'yin o'yinda bo'lsa, mana yelka qiyaligi, mana bu yerda bizda vitichka bor. Mana bu proyma bizda. Biz orqa kenglikni nima qilamiz? Mana shu joyda 1 sm plus 1 qilamiz, to'g'rimi? Kenglik uchun. Va endi bizani hozir qiladigan ishimiz mana shu 1 sm oshiqchalikni olib tashlaymiz, mijozingiz rozi bo'lsa. Biz chunki bichgan paytimizda mana bunaqa olamiz-ku buni. Mana shu halqob beradi bizda. Shu halqob beradi. Yo'q. Olsangiz buni ichkariga kirasiz mijozingizga roziligi bilan. Agar mijozingiz tekis yurishga rozi bo'lsa, bu cho'zilmas matodagi nima holat. Cho'ziluvchan mato bo'lsa, bu hattoki kerak emas bizga. O'sha cho'ziluvchanligi bilan yetib kelib beradi u harakatligi. Chiroyli ham turadi, normal holatda ham turadi. O'shaning uchun men anaqada agar tikadigan paytimda matoni o'zim taklif qilardim. Hattoki anaqada neto material olib kelib qo'ymasin deb bozorga birga tushardim. Tikuvchilikni boshlagan paytimda. Chunki qaysidir bir material olib keladi, "Men shunga nimadir qilib bering" deydi. Bu vobshe boshingiz qotadigan narsa-da. "Men shunga nimadir qilib bering" deydi. Biz endi faqat bundan qanaqa chiqishimiz mumkin? Mijozingizni qomatiga moslab, popka qilib, ularni qomatiga mos ravishda fasondan yig'ib qo'yamiz va ularni qomatiga nima yarashadi? O'sha popkani taklif qilasiz. Masalan, 40-razmerda yarashadigan qizimizga mendagi razmerdagi ayolga yarashmaydi. Men tor kiymayman, boshqa 40-razmerdagi qizimiz beldan mana bunaqa keng ham kiyishi mumkin, tor ham kiyishi mumkin. Shunisi bor. Endi mendagi ayol kesiladi, mana shu modelni rasmini ko'rsatib, "Mana shu fasondan qilib bering" desa, stop yarashmaydi. Ularga tushuntirishga harakat qilasiz, ularning qomati boshqacha razmerda, sizniki boshqacha razmerda, sizga faqat bular tushadi deb. Agar unda ham rozi bo'lmaydigan bo'lsa, nima qiladigan bo'lsa, lutfu voz kechinglar tikishdan. Chunki bilasizlar, ko'zingizga yetyapti, yaxshi chiqmaydi. Yaxshi chiqmaydi. Yaxshi chiqmagandan keyin kim aybdor? Tikuvchi aybdor bo'ladi. Haqiqatda biz aybdormiz. Chunki biz bilib turib, yomon chiqishi mumkin bo'lgan narsaga qo'limizni urdik. U tushunmaydi, xo'p, u kirchikirini bilmaydi. Unaqa kaprizni klient bo'ladigan bo'lsa, lutfu voz kechinglar, chunki siz buzib qo'ydi degan nom bilan uni olib kelishi mumkin bo'lgan 12 ta mijozga nimangiz tarqaladi уже, xabaringiz tarqaladi. Lutfu tikmadi bu degan anaqa bo'lsa, o'ziga ishonchi bor degan gapi tarqaladi. Har xil. Mayli o'sha 100 so'mini olmanglar, 200 so'mini olmanglar, lekin o'zingizlarni ko'zingizga yetayotgan narsada nastoyevsk qilinglar.
nimada qolishinglar kerak bo'ladi. O'shandagina biz normal holatda ishlashni boshlaymiz. O'shandagina masalan mijozlarimizda qanaqa tartibda chiqadi kiyimlarimiz, shuni agar oldindan ko'ra olganmizmi, albatta bu narsani qo'llashimiz kerak. Bizda faqat bir ma'lumot sifatida boshimizda bitta burchagida qolmasligi kerak u. Bu hamma ma'lumotlar nima uchun? Mijozlar bilan muomala qilgan paytimizda buni qo'llashimiz uchun. Agar siz mijozlaringiz aytgan nimaga ko'nadigan bo'lsanglar, hamma tomoniga ko'nadigan bo'lsanglar, mijozlar yaxshi, yomon emas. Prosta bu nimadan xabari yo'q insonlar. Bu sohadan xabari yo'q insonlar. Agar o'zlarining xabari bo'lganda sizga tiktirishga kelmaydi. Mana o'zim ham ozgina bir ikkita joylarni ulashni bilgan paytimda tikuvchiga bormasdim. O'zim bilaman-ku dirdim. Bilaman-ku degan anaqa bo'lsa, уже bora olmaysiz-da. Bora olmaysiz. Уже boryaptimi, ularning xayolidagi eksperimentni professional bajarmaydi. Bu eksperiment-ku. Eksperiment bo'lganda, masalan, bitta matoni olib keladi-da, mana shunga fason qilib bering, mana shu fason. Xo'p, siz endi aytaylik, obsуждать qilmadingiz bu narsani, o'sha aytganda qilib beraman dedingiz. Bichayotgan paytingizda, primerka paytida mana buni o'zgartirib bering deydigan holat bo'lmagan, hammamizda bo'lgan. Bitgandan keyin voy mana buni qilib bering deydigan holat, ularni o'sha eksperimenti bu. Eksperimenti. Aniq bitta to'xtamga, rasmga kelish kerak, rasm almashish kerak. Bu bizda nima deydi? Ashyoviy qurol deydimi, ashyoviy dalil deydimi, hattoki shunaqa narsa. Chunki agar mijozingiz yetgani bilan chizdingiz ham deylik, bloknotingizga chizdingiz yokida og'zaki tushuntirdi. Oddiy insonni fason tushuntirishi bilan tikuvchilarni fason tushunish darajasi umuman boshqa. Umuman, mana bitta parparaga bor deganda nimani tushunish mumkin? Masalan, yelkada bo'lishi mumkin, mana bunaqasiga bo'lishi mumkin. Valan, to'g'rimi? Endi valanni turi bor bizda. Zborkali bo'lishi mumkin ryushka yokida bezborka bo'lishi mumkin. Uni qanaqa tushuntirasiz mijozga? Hammasini rasm orqali bo'lishi kerak, toki mijozingiz kiyim bitgan paytida men sizga voy bunaqa demuvdim demasin. Agar voy men bunaqa demuvdim desa, bo'ldi, o'sha oladigan pulingizni 50% под вопрос turibdi. Под вопрос turibdi, toki даже shunaqa holatga borishi mumkin. Siz u olib kelgan materialni ham to'lab berish ehtimolingiz bor. Shunaqa holatlarga tushmaslik uchun biz albatta страховка bo'ladiki, toki mana primerka paytida nimada o'sha halqopini aytinglar dedimi? Bu ham toki o'shanaqa bitgan paytida tor keng demasin. Bizda shunaqa holat bo'lardiki, qizlarimiz bilan ishlagan paytimizda primerka paytida bitta qizimiz endi oling dedi. Uchebniy sentrda atelye ham bo'lardi. O'sha olgan paytimizda qarasak, biz albatta uni yoymaga tashlaymiz, mijoz ketgandan keyin, xo'p, mijozni aytganini qilib o'sha yerda ildik bulovkalarni. Qarasak, ko'krak aylanasidan ham 2 sm kichkina. Обхват. Bu mana bunaqa turibdi-da hozir, u qimirlashni o'ylamayapti, hali nafas olishni o'ylamayapti. Bo'ladi, tor kiyishga o'rgangan qizlarimiz bo'lsa. Nima qilamiz? Cho'zilmas matoda обязательно o'sha 4 sm harakat kengligini qoldiramiz. Agar biz o'sha aytganidek qiladigan bo'lsak, tor degan ma'lumotni eshitamiz. Yana shunaqa matolar bo'ladiki, o'sha tikayotgan paytimizda primerka jarayonida dazmol qilsak kirishadi. Bularni albatta boshida dazmol qilib olish kerak bo'ladi. Men ham shunaqa qilib chuqurlarga tushganman. Nimada o'sha xarirlar bo'ladi yokida barbi ham kirishadi adashmasam. O'sha pidjaklar qilayotgan paytda dazmolni qildingiz, bundoq vujlab kirishadi deb yog'i halqob bo'lib qoladi. Matoni o'zini kirishtirib olib, keyin albatta bichish kerak. Va o'sha kirishtirgan paytingizda necha gradus bo'lgan? 3 gradus bo'lganmi? Unaqa katta ham qilib yormaslik kerak. Anaqa kuydirib qo'yishingiz mumkin. O'sha matoni ko'proq kirishdimi, o'sha вообще anaqa kichkina bo'lib qoladi ham andazangiz. Yoki andaz emas, materialingiz kichkina bo'lib qoladi. O'sha 3 sm-da oxirigacha обработка qilinishi kerak bo'ladi. Endi biz agar shunaqa holatda o'sha aytganimdek o'ziga loyiq holatda emas, ko'krak yalanasidan 2 sm kichkina holatda qilib beradigan bo'lsak, bizga pretenziya keladi. Nima qildik? 4 sm o'sha harakat kengligini qoldirdik. Harakat kengligi cho'zilmas matoda 4 sm, chunki hozir aytdim, ko'krak qafasini to'ldirib nafas olganda 4 sm saqlanish kerak dedimi? Mana shu narsa qolishi kerak bizda. Shuni qoldirib qilib berdik, tayyor kelganda, voy, lop loyiq deydi. U nima qiladi mana bunaqa qiladi-ku o'zi. Kelgan paytida o'zi bilmaydi. Instinkt ravishda o'sha harakatini tekshirib ko'radi. Primerka paytini o'zi tushunmasligini bu bitta isboti. Bu sohani tushunmasligini bu bitta isboti. Bo'lmasa mamnun qiling deb sizga o'rgatadigan bo'lsa, u o'zi tikuvchi bo'lardi uni.
Ha, shunaqa eng katta harakat kenglikda o'rgataman, chunki hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz, men o'lchamlarni aniqini olaman. Qizlarimiz sal siqibroq o'lchab qo'yadi, boshqasimi. Eng katta harakat kengligi standart razmerda bizda 8 sm, undan kattasi bo'lmaydi, chunki undan kattasi bo'lsa, уже osilish boshlanadi yon tomonlarida. Eng kattasini aytaman, toki qizlarimiz adashib qo'ymasin. Ozgina o'sha nimasida zapas beraman, proymada sal kichkinaroq berganman nimani, qizlarimiz anaqa adashib katta o'yib qo'ymasin. Masalan, 8 sm dan 4 sm ga tushish uchun yon choqidan 1 sm tiksangiz 4 ga tushadi. O'sha 4 sm ketdi obxvatdan. O'shani straxovkasini qilgan holatda 8 sm deyman har doim. Hozirgi oversize kostyumlarga qancha zapas qo'shasiz? Oversize kostyumlarga men 12 dan 20 gacha. 12 dan 20 gacha. Buni endi nimasidan kelib chiqib, stilidan kelib chiqib, oversize ham har xil stili bor-ku. Masalan, buyog'i loyiq turadigani bor, buyoqlari kengroq turadigan, yelkalari kengroq bo'lsa ham уже oversize ga o'tadi. Lekin слишком балаханистый даже пуховикlar bor, mana bunaqa turadigan. Ularga уже 20 ketadi bemalol. O'shandan modelidan kelib chiqadi bu xolos. Siz analizingizga, sizni aytishingiz bo'yicha qildik, mana biserli mato kelib qoldi, kelib keyin o'shani butichkasini, endi siz aytdingiz-ku, agar biserli bo'lsa, mana bularda chopchisi qiyin-ku. Biserlarni sindirish kerak. Keyin biz mana bunaqa bichardik. И botdan kirgizadi. Ko'krak bundoq chiqardi. Keyin bunga aytdim, davay dedim, anaqasi bo'yicha tikaylik dedi, hamma butichkani bu yoqqa yopdik. Belga. O'shanda sal ko'kragimiz yaxshi bo'lmamas, mana bu anaqa bo'ldi, faqat ko'kragimiz biz xohlagan narsani chiqarib bermadi. O'shanda nima qilishim kerak dedi. Xohlagan narsani chiqarib bermagan bo'lsa, bu o'lchamga borib taqaladi. O'lcham olgan paytingizda uni o'sha ko'krak oraliq vitichkasi bor-ku bizda. O'sha andaza bo'yicha qilingan bo'lsa, mana andazam bo'yicha qilingan bo'lsa, mana shu ko'krak oraliq vitichkasi bor-a bizda. Har bitta razmerga ham qilingan. Sizlar tayyor andazadan qilgansizlar menimcha. Chizib qildinglarmi? Asosan mana shunga borib taqaladi bu. Va bu endi pastga ko'chdi bizda. Mana shunaqa pastga ko'chgan paytida buni tikish nimasi bor? Tikish uslubi. Mana katta ochiqligi. Biz endi chok haqini tashlaymiz. Mana bunaqa tashab, mana shu yerda yediramiz, to'g'rimi? Выпуклость hosil qilinishi kerak va shu yerda уже 2 mm, 1 mm da tikilishi kerak chashkani formasi. Burchak bo'lib chiqib kelmasligi kerak. Burchak bo'lib chiqib kelmasligi kerak. Именно agar sizda botdan muammo bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda halqob bo'lishi kerak. Sal halqobli bo'ldi. O'tida bo'lgan mana shu bitta ko'krak chiqmadi. Yo'q, qilolmay qoldik, yo'q. Nima pachoq bo'lib qoldi? Bitta ko'krak chiqmadi. Ko'krak chiqmagani bu to'laqonli ko'chmaganidan bo'ladi. Bu mana buni uchigacha olib borib qo'ydi lekin ko'krak uchigacha. Keyin tushirdi. Shunda ham negadir ko'kragimiz chiqib bermadi. Pachoq bo'ldimi? Men bu kesib olib tashlamadimda, men buni birlashtirib, mana shunday tikib keldimda, chuqur narsa tikdimda, o'shanaqa bo'lish kerak. Yo'q, bu kesib olib tashaladi. Olib tashlashim kerak. Bu katta necha ochildi mana shu. 3 6mi shunaqa 7 Juda ham kam-ku. Kammi? Bu kam. Qarang, men buni yopib oldimda. Nechinchi razmer edi? Manda mandan 92 edi ko'krak ananasiga. 46-razmer. Sizdan kattaroq. Sizniki 90 chiqdi hozir. 90 chiqdi. Qarang, men buni betga olib borgandim. Bu yerda 5 ochiladi-da, 46-razmerda. Necha ochdinglar? 5mi? Necha? Necha qildi bilmasam, sizga qaramayman. Vitichka oralig'ini qo'lladinglarmi? qo'lladik lekin. Necha? Qo'lladik. Yo'q, taxmin bo'lmaydi-da. Именно bu anaqa решающий o'shani bilyapman. Bu yoqqa ko'chmaganda bu bizda hozir aytaman, где-то 10 sm ochiladi. O'zimiz andazamiz bo'yicha qildik-da baribir buni ham. Yopdik-ku, kam yopilgan значит. Shu andazamizda noto'g'ri bo'lgan. Yo'q, o'shanga aytdim, men andazam bo'yicha qildinglarmi deb. Chizish kerak buni. Qog'ozga o'zimiz andazamiz qo'ydik. Apandida. Yo'q, bo'lmaydi. Mana bu chiqib kelmagani, bu nabarot menda ko'proq chiqadi. Chunki menda ko'krak oraliq vitichkam kattaroq. Olib tashlaylik har doim kesib Ha, olib tashladi. Вечерниlarga. Da. Yo'q, olib tashlaysizlar, nima qilasizlar? Sindirib olinadi и дополнительно qilib to'ldiriladi bu narsa. Chok yopilib ketadi. Chok yopiladi biserli kiyimlarda. Yokida bitta applikatsiyasini qo'yib yuborasiz. Biserlisini ustidagini choksiz qildikda. Aha. Faqat ichini korset chiqazmoqchi bo'ldimda. Keyin Keyin qoplab andazaga tashladim. mana qiyirdikda yopishtirib. Aslida korset andazasi umuman boshqa narsa.
Sizlar o'zi oddiy asosdan chiqarmoqchi bo'lganingizda korset andazasi umuman boshqa narsa. O'zi unga çok tushirish xohlamadikda. U to'g'ri. Ha, ha. U to. Mana shu joydan reshat qilinadi. Agar o'shanda ham bu joy bu yoqqa ko'chib, bu ochiqligi katta bo'ldi degan taqdirda ham bu yerda halqob bo'ladigan bo'lsa, oldi kasoy uzunligi kam olingan. Chunki mana qaranglar, zalom qatdan. Yetgan pastga artmosh kerakmi? Ha, mana qaranglar, agar zalom qatdan boshlanib pastga ketyapti, to'g'rimi? Bizda bo'lma shunaqa pastga ancha tushib turdi, nimaga? Mana kelmiş Mana bu yerda halqa ham bo'lib Mana turibdi. mana bu da. Mana bu yerda bo'sh turibdi-da, o'shani nima qila olmadik. To'laqonli ko'chmagan. 5-6 juda ham kam-da bu. 5-6 kam. Demak, 3 qilgansizlar. 3 qilgansizlar. Agar 3 ga 3 ko'chgan bo'lsa, уже 6 bo'lgan. 3 qilingan bu narsa. Endi mana zalom qatdan boshlanib pastga tushyapti, to'g'rimi? Mana shu pastga tushgan joyidan tepaga ko'tarish kerak degani. Zalomga qaraysizlar. Ko'pincha mana ko'krak markazidan pastga ketadi, to'g'rimi? Halqob. Mana shu pastga tushgan joydan tepaga ko'tarish kerak degani. Buni proymani ko'tara olmaymiz, yana borib bunga taqaladi. Hammasi o'zi ko'pincha o'sha nima qilinadigani, bu nimaga pastga tushganni tepaga ko'tarish kerak degani, bunisi уже mana bu yoqqa taqalyapti. Agar mana kam ochilgan bo'lsa, buni ko'targaningizda foydasi yo'q. Ko'krak qolipi kam bo'lgan bo'lsa agar. O'shaning uchun ko'krak oraliq vitichkasi jadvali berilgan bizda 40 dan 42 gacha 4, 44 dan 46 gacha 5 shunaqa ketgan. Sizlarniki даже 3 bo'lgan bo'lishi kerak, Mahmud agar 6 bo'lgan bo'lsa. Chunki bel vitichkasi 3 bo'ladi bizda, to'g'rimi? Bu ham 3 qo'shilgan bilan 6 bo'lgan bo'lsa, Vitichkadek tik boramiz, 3gacha anaqasini chiqaramiz. bu ko'krak markaziga 2-3 sm yetmasdan tugatiladi, toki anaqa chashka chiqib kelishi kerak bizda. Buni olib borib qo'yadigan bo'lsak, bu ham pachoq qiladi. Выпуклость bor-ku bizda formasi. O'sha narsani chiqarish kerak bo'ladi. Ha. Savolinglar bormi yana? Kecha anaqa tashladingiz-ku, oxirgi bonusda. Ha, ha. Nomi nima edi? Erkin asos. Erkin asos. O'shanda mana bu vitichka borku, nima deyiladi mana bu vitichka? Ko'krak oraliq vitichkasi. Vitichkani mana bu proyma vitichkasi bilan belga tushirdim. Aha. O'shanda choksiz tikaslar deydi. Hmm. Ana shu vitichkalar yopmasdan shunday choksiz tikiladimi? Bu oddiy asos andazani ko'chirish edi. Oddiy asos andazani o'chiraman. Hozir boshqatdan chizib beraman. Ko'rinarli bo'ladi deb o'ylayman, xudo xolasa. Mana oddiy asos andazani erkin asosga o'tkazish yarmisini bu yoqqa o'tkazamiz dedik-a. Yarmisi bu yoqqa ko'chadi toki bu yopilishi kerak bizda. Yopilishi kerak. O'shanda o'z-o'zidan yelka ko'tariladi bizda, to'g'rimi? Mana shunaqa holatga keladi o'sha. Va bu holatga kelgan paytida yelkadan tushish darajasi 3-3,5 holatga kelib qoladi. Bu nimasi yopilganda, mana bu ochildi-ku endi. Biz endi nima qilamiz? Santimetr tushiladi toki mana shu joyda halqob bo'lmasin. Ha. Erkin asosda har doim 6 sm. Agar bu tushilmasa, mana bunaqa halqoblar bo'ladi. Mana shu halqob shundan bo'ladi. Bu hozir aytganimdek, bu plyusovoy sistema deyiladi. Zalom bilan ishlashda. Mana qatga kelyapti, zalomingiz pastga, o'sha tepaga ko'tarilish kerak degani. Ko'krakdan keladi ko'pincha, to'g'rimi? Bu ham o'sha tepaga ko'tarilish kerak degani. Bu qanaqa ko'tariladi? Buni yopilganda ko'tariladi. Bu yopilganda normal holatda ko'tarilishi uchun ko'krak oraliq vitichkasi normada ochilishi kerak. Normada ochilishi kerak. Endi siz hozir aytayotgan erkin asosda biz buni yopib bu yoqqa ko'chirganda baribir yelka qiyaligini to'g'rilaysiz. Orqa tanada endi bizda orqa tanada tushish darajasi 5 sm bo'ladi toki 1 sm bundan baland bo'lsin. Yelka balansi. Shunda vitichkani yopgandan keyin oldi tushamiz. Ha. Yelka chizig'i qoladi-ku mana bizda. O'shani nima qilib, pastga tushganingizda 6 sm tushib qiyalatish kerak bo'ladi. Endi so'ragan narsam, anaqa kurak vitichkaga, proyma vitichkaga ketdi-ku, ya'ni o'shalarni kamsi. Yo'q, tikilmaydi. Bu erkin asosda choksiz-ku, vitichkasiz bo'ladi. Ha, vitichkasi mana rubashkalarni andazasi. Даже bundan sposhinlarni chiqarishadi. Rubashkalarda
Sposhiniylarni chiqarganda yana o'sadi bu narsa. Masalan, necha santimetr? 3, 5, 7, 15 gacha chiqadi, to'g'rimi? Sposhiniylik darajasi. O'sha bo'yicha, yelka qiyaligi bo'yicha davom qildirgan yaxshi. Ko'pincha nima qilishadi? Mana bu 3 santimetr bo'yicha qiyalanadi. Bu yerda o'zi sposhinida itak, halqob bo'ladi bizda. Mana yig'iladi, to'g'rimi? Agar buni biz 6 santimetr bo'yicha qiyalatmaydigan bo'lsak, yana ham ko'proq bo'ladi bu narsa. Yana ham ko'proq bo'ladi. Bu endi erkin asos nimaga kerak? Hozir aytgandek, sposhinli fasonlarni chiqarish uchun kerak bo'ladi. Va sposhinli fasonda yana bitta narsa aytib o'tay. Mana shu asos andazani oldi foydalaniladi, orqasi qo'llanilmaydi. Vitichkali andazani oldi foydalaniladi, orqasi qo'llanilmaydi. Orqasi qo'llanilganda nimaga kerak emas to'g'rimi? Orqa bel uzunligimiz har xil-ku bizda. Proymasi уже past bo'lib chiqish ehtimoli juda ham katta orqa andazida. Orqa bel uzunligini kalta chiqish nimasi bilan, hisobi bilan. Biz faqat oldidan foydalanamiz. Oldini mana chizib oldik. Endi orqaniki mana shu yerdan 2 santimetrgagina tepa bo'lishi kerak, xolos. Qolgan hamma joyi endi sposhinli bo'lib, mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bir xil bo'ladi. Yelkani bu yog'i teng bor. Faqat bu yerda. Yelkadan ham ikki tashlab. Yo'q. Taramizda teng qoldirib orqani. Natija qanaqa? O'yasizlar? Tepadan chiqqaninglarda o'yinda katta bo'ladimi yoki uchligicha qoladimi? O'yib tashaganinglar to'g'ri 4-5 santimetrgacha o'yladi unda orqasi. O'sha 2 santimetr hisobiga. Mana sizda agar 7 ga 3 desak, siz buni mana bundan tepa qilgansiz, to'g'rimi? Oldingiz mana shu yerda kelyapti. Yana o'yiladi sizda deyapsiz. Yana o'yiladi deyapsiz 3 dan keyin. 2 santimetr qilganimdan keyin bu yoqqa kelgandan keyin orqaga ham o'shani yana primerkada o'yib tashlashim. To'g'ri. To'g'ri. Lekin bu narsani qilmasdan agar mana bu bir xil qiladigan bo'lsanglar, bu muammo bo'lmaydi. O'tib turishi ham O'tishi ham normal holatda bu. Bunaqa aylanadi. O'shasi to'g'ri kelmay qoladi. Orqamiz uzun, oldimiz kaltaroq bo'lib qoladi. Keyin birlashtirib kesib olamiz. O'shaning uchun faqat oldidan foydalanish kerak. O'shanda mana bu tomonlar hammasi bir xil bo'ladi. Bu bo'yin o'yinida farqi bo'ladi faqat. Bu 3 ga 7 bo'lsa, oldida 7 ga 8. O'yinda farqi bor. Mana bu bir xil, bu yoqlari bir xil. Mana bunisi. Mana tushganimizda yelkadan mana tekis bo'lib qoladi. Ha, 3 burchak bo'lib. Mana bunimiz qarang, mana bunaqa chiqqan narsa bo'lmaydi, mana bunaqa bo'lib qolyapti. O'shani 3 burchak. Buni mana bundan ichkariga kirish kerak. Mana 90 gradus bo'lishi kerak. Mana 90 gradus, ana lineykani perpendikulyar qo'yganda. Bu mana bunaqa to'g'ri tushyapmiz-ku. Gradusi baland buni. Bu yelka qiyaligi bor. Buni mana bunaqa kelishi kerak, lineykani burchak qismi takrorlanishi kerak. Mana bunaqa ketadi. o'sha narsa chiqmay qolyapti-da. Biz mana yelkasi taxminan aytaylik, metrobundan bo'lsin desa, bu yoqi kengroq-ku. Mana bundan bo'lsa, mana bu narsa kengligi hisobiga bu mana bunaqa narsa paydo bo'lyapti-da. Yo'q, bu yerda ham chiqqan. Yo'q, mana chiqqan. Mana chiqqani bor-da, mana yo'lidan bilsangiz bo'ladi, mana ko'ryapsizmi? Chiqqanimda qara, o'sha narsa yo'q bo'lib qoldi. Bu o'sha yo'li mana bu tugayapti. Mana bu chiqqan. Yo'q bo'lsa-chi agar mana shu narsa tekis bo'lsa, ular borib ular borsangiz bu kelganda burchak bo'lib turadi. Mana bu burchak bo'lib turadi. Unaqa fasonlar bor, yo'q demayman, lekin men har doim mana shu 90 gradusni hosil qilaman. Men bu o'yindini hosil qilaman. Bu yana baribir bizga qo'shimcha halqob beradi. Shu o'yinda necha Ha. Tekis qilgani nimasi u? Sababi. Shunaqa. Shu o'yinda standart necha bo'ladi? Standart bo'lmaydi bu yerda. Yo'q. Mana bu joydan 5 santimetr pastga tushishdan boshlanadi. 5 dan 20 gacha. Stiliga qarab, chunki bizda bu yerda yuqori bilak sig'imiga harakat kengligi qo'shilganligi chiqishi kerak. Mana shu 45 gradus asosida 5 dan 20 gacha bo'ladi bu. O'shanda уже bizda eng kam nimasi? Ha. 5 dan. Bizda eng ko'p chiqqanlik darajasi boksadan chiqadi. 20si. Boksadan bo'ladi toki bizda boksi joyida turishi kerak. Anaqada adres choponlar tikkaninglarda oldiga o'tib ketganmi? O'tib ketadi. Da. Kasoyda nimani etakni olgan paytingizda bo'yini oldiga tushirish kerak.
bo'y oldiga tushgan paytida oldiga o'tib ketmaydi. Va mana shu yerni men 5 santimetr tekis tikardim. O'sha aynan so'ng solamiz-ku. O'shanda ko'targancha men bitta bunaqa shu narsa bo'ladi, o'rtamiz tekis bo'ladi. So'nsada xatolik bor endi. Bo'yiga to'g'ri kelib qoladi, aynan. Matoni eni bo'y bo'ladi. To'g'ri. Yo'q, u unaqa bo'lmaslik kerak. Aylanasidan zavistku narsa. Falda tushmaslik o'chiraver-ya. Endi tushunmaydigan darajada bo'lib qoldi endi baribir. Tak. Buni ham o'chirib tashlab qoling. Yozimni ko'rib o'zim xafa bo'lib ketyapman. Mana matoni bo'yiga bo'lyapti. Bu eni bo'ladi, to'g'rimi? Etiklik yubka bo'yi nechi sizda? 110. Вечерний bo'lsa, вечерний bo'lsa. Radiusi chiqariladi-ku bu yerda. O'sha aylanib olamiz. Masalan, 18 dan desak, 18 aylantirib, o'rtadan topib qolamanda aylantirib. U poluklyush bo'ladi уже 18 bo'lsa. Mana 18 bo'lsa, Oldi qismimiz o'sha 18 hamma yoqda takrorlanyaptimi? o'shanaqa bo'ladi. Bunda tekis chiqmagan lekin menda hech ham. Keyin mana ko'targanimizda mana bitta anaqa bo'lmaydi, mana shu ikkita chekkasi tushib, o'tiradi, o'rtamiz tekisroq bo'ladi. Bunaqa narsa Kassoyligidan u. Menda bunaqa agar normal holatda chiqarilganda hech qachon unaqa bo'lmagan. Keyin o'sha ko'proq вечерний ko'ylaklarga 6 metr ketadi. Ha, 6 metr so'nsi klyoshga. Buyog'idan bitta olyapti. Aha, ipasidan. 6 metr. Agar shlefli nimali bo'ladigan bo'lsa, bu уже boshqacha bo'ladi. Matoni mana eni ikkitasi olinadi-da, orqa shlefiga olinadi уже. Bu уже shlefini xohlagancha uzaytirishingiz mumkin degani. Yo'q, bu уже ko'payadi. Masalan, siz oldiga 3 metr sarfladingizmi? 3 metr sarfladingiz. Orqada necha santimetr shlef qilmoqchisiz? Aytaylik, yarim metr bo'ladigan bo'lsa, yarim metr bo'ladigan bo'lsa 2 metr. 2 metrdan o'sha 1,5 dan anaqa yarim metr shlef chiqib kelyapti. Mana bu 1,5 bo'lsa, bizda mana bu 50 santimetr shlefi. Buni uzaytiraverasiz o'sha xohlagancha. Klientlarga rosa qimmatli ketadi. Yo'q, pardali materialdan tikish kerak. Yo'q, agar normalniy ko'yni kiygisi keladigan bo'lsa, хотя бы materialdan ayyamasligi kerak-da. Da. Endi cho'nchagiga qarab nima qilish kerak-da? Ha. O'shanaqa o'zimga 5-20 bo'ldi tikkanman. Unaqa ko'chmasdan akam to'yiga. Unda 48 kilo edimda o'zim. Keyin aytganimda, yo shuni to'g'ri o'lchamaganman, mana bu 90ni o'tirolmaganman-da. So'rg'a qiyilib Tor qilgansizda. Ha. Ribkami? Tizzaga yetganda kengaytirdim. Tizzadan emas, mana bu sondan kengaytirish kerak bo'ldi. Yo'q, o'zi asli tepasi tor bo'lgan uni. Tepasi tor bo'lgan. Ha, tepasi tor bo'lganda. O'tirish hisob olinishi kerak. Ha. O'sha boksat noto'g'ri o'lchangan, qorin hisobi bilan o'lchanmagan. Ha, shunaqa bo'ladi. Og'ir. Santimetr og'im orqada pastga tushadi. Ana o'shani dazmolda sal cho'zib, dazmollab, buyog'ini kirishtirardim men. Aha, o'sha orqa markaz. Buyog'ini tekislardim. O'shanda shu zaloning bo'lmaydi deyshadi. Yo'q, u faqat undan emasdi. Strelka chizig'imiz bor. Strelka chizig'imiz bor o'zi. Strelka chizig'i bo'ladi bizda. Orqa tanada endi masalan mana bu yerda 5 bo'lib, bu yoqqa ketdi. Va mana bunaqa ketdi. Faqat orqanikini o'zini aytaman hozir. Oldini chizmadim. Mana. Siz mana bu yerda dazmol qilaman deysiz. Bu yog'ini kirishtiraman deysiz. To'g'rimi? Именно mana shu strelka chizig'ida bito o'tkaziladimi? Nimada влажно тепловой обработка bizda mana tizza chizig'i, to'g'rimi? Mana bu yerda ikra bo'ladi. Bu yerda выпуклость bor odamda. Buni ikkiga buklab, buni kengaytirish kerak mana shuni. Mana bu yerda dumba chiqadi, to'g'rimi? Buni ham ikkiga buklab, buni kengaytirasiz. Oldin keyin bunaqasiga cho'zib dazmol qilinadi, bunaqasiga cho'zib dazmol qilinadi. Da, bu dazmoli bor, buni dazmoli uni alohida ishi o'zi aslida. Bu anaqasi cho'zilish darajasi bor, qanaqa formaga kelish kerak. Mana bu chiqqanda bu kirishtiriladi. Mana bunisi.
kirishtiriladigan tomoni bor. O'sha qo'ygan paytingizda xuddi aniq brak narsaga o'xshab tikilmasdan oldin mamut ishgan bo'ladi. Bu yerda sizda nima dumbani hisobi chiqmadimi? Bu zalom bo'ladi по-любому. Zalom по-любому saqlanadi. Agar mana shu nimasi dazmoli bo'lmasa. O'sha bitta erkak kishini ham kuzataman, unaqasini mana bundoq chiqqan figura bor boks. Aha. O'sha boksani manda klientda ishib qolsa, mana bundoq olib tashardimda. Aha. U inson mana bundoq qilib bu yoqqa itardida dazmolda. Dumbaga yuboryapti. Tekis qilib tashardi mana bu yerda. Keyin o'sha yo'nalishda bitta tikuvdim, haqiqatdan anaqa ishish orqaga ketdi-da, bu yerdan ishimadi. Ishimadi. Dumbaga yuborganda o'sha dumbani ishishiga. O'sha narsani chiqarish kerak. Da, конечно. Dazmolda gap. Yo'q, endi bu kiyadigan insonga masalan xo'jayingizga bog'liq. Strelkasi chiqarilishi shartmi deyaptingiz? Endi hozir bitta savol sizga. Hozir men yo'q, shart emas desam, nima deb o'ylaysiz? Kamal ko'nadimi shu narsaga? Yo'q, конечно. Menga o'zim aytganimdek qilib berdi. Qattiqda tikuvchini gapi bilan kiyinamanmi deydi. Stroynis beradi-da. Siz yon chokini bir xil qiling. Mana men bu choki bilan bu chokini birlashtiring. O'shanda strelka yaxshi chiqadi. Chiqqan bilan mana o'rtadagisini yig'ilgan paytda men o'rtadagi tomoni bo'ladi, o'shani yana tiqilib qoladi, jimib qoladimanda. Uf, deyman. Uni hammasi polностью dazmol qilmaysiz, faqat strelkani o'zini qilasiz dazmol. Bu yoqqa yuborsangiz g'ijim bo'ladi. Da, alohida qilasiz. Yo'q, mana bu kiyg'izadi-ku, gladilniy stolga. O'sha paytda alohida qilasiz-da uni. Buklov holatida ham alohida strelkaga yetmasdan qilinadi. Buklab olaman, erkak kishini ham choqishim bo'lsa. Belidan kirasiz-da? Buni ochib turaman. Mana bu katta strelkalarni dazmollab olib, bu yog'ini qilib, mana bu chok o'sha bir-biriga bundoq itaraman-da, ikki xil bo'lib qolmasin, ikkita strelka tushib qolmasligi uchun o'zini joyiga qo'yib olaman-da. O'sha bo'yicha qilaman. O'sha mana bu orqasiz bokslayotgan joylaringizni ochib bundoq qilaman. Keyin u tarafini qilish uchun yana nari tarafdan yotqizib, endi bunisini ochib olaman-da. Yana shunaqa qilib beraman. Xo'jayin hali ham xo'jayinni kiyindilar. Hali ishlashlaringizlar. Mazza bo'lgan Bosaman desam, davleniyam chiqib ketadi. Bu yog'ini qilsam, bu yoqqa ikkita chiziq bo'lib qolibdi, bir kun qarasam, manmi nima deydi. Poyez yo'ldilarmi? Ha, shunaqa. Yo'q, uni dazmollash ketma-ketligi bor. Masalan, dazmollash qiyin bo'ladigan odamga, oddiy odamga bu целая istoriya-da. Masalan, uni ketma-ket. Tushunmayapman hozir anaqangizdan. Ha. Yaxshi ko'nsa shunga, ko'nmasa qiyin. Ha, sizda savol bormi? Tushundingiz? Sizda-chi Zilola edingiz? Maftuna savol bormi? Ana apandi. Bo'lmasa mana shu to'xtatamiz. Ertaga уже yopiladi anaqamiz. Da chatimiz yopiladi, hammasiga давайте bu oy 28 dan qaytgan edi o'zi. 31 kunga to'ldirib 3 kun qoldiramiz mayli. Da mohir bichuvchi. O'sha modellashtirish bo'ladi, lekin u yerda bazaviy andazani bilish kerak to'liq. Chunki u yerda vazifamiz ko'payadi. Har bitta nimada darsimizda 3 ta mijoz bilan ishlaymiz o'sha. Qiz qo'shilsa, o'sha boshidagi tashlaganlaringiz qoladimi, qolmaydimi? Bazaviy andazalarni yasashmi? U yerda qoladi, ha. Qoladi. Qilaman desalarmi? O'sha nimalar o'rganamiz, o'sha nimasi bor? 4 oylik kurs hisoblanadi u. 4 oylik kursda darslik rejasi bor. Drapirovka kiradi u yerda, masalan, taxlamalar, asosan andaza, katta razmer, kichkina razmerga va vыточкалар ko'chirilishi birinchi darslikni o'zi topshiriladi. Katta объемda vazifa bo'lishi kerak u yerda. Katta объемda vazifa topshiriladi. Undan keyin уже murakkab uslubdagi drapirovka bu bizda vыточка ko'chirilishini mana tikib yordik dedinglar. O'shani drapirovkaga taxlash, drapirovkalar, taxlamalar qayerdan kelib chiqadi. O'sha narsalarni o'rganamiz. U yerda уже спущенныйlar, xomut yoqalar ko'p narsa kiritilgan, darslik rejasi bor, anaqadan ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Bularga
ko'rishlari kerak. U 4 oylik o'qiylarmi, andazasini chiqara oladigan darajada bo'lishlari kerak bu. Rost mana konstruktor bo'lasizlar уже. Ha, modelyer konstruktor bo'ladi, modellashtirishni biladigan inson bo'lasizlar уже. Parallelni sразу bichib tikib ham qilishimiz mumkin. Tikilishi nima qilmaydi? Biz faqat andaza bilan ishlaymiz. Ha, bizda onlayn ustoz shogirdligimizda tikilishi bilan bo'ladi. Masalan, hozir biz asos andaza darsligini o'tdik. Ular har bitta mavzuda 3 ta mijozga asos andaza qilib, tikib, primerka jarayonini tashiydi menga ular. Primerka jarayoni toki har bitta godida andaza qanaqa o'zini ko'rsatyapti. Mana nima chiqmay qoldi desa, ko'krak chiqmay qoldi deydi. Nima sababdan chiqmadi? Qatida halqob bo'ldi. Qatida ular xatolikka yo'l qo'ygan. Biz asos andazaga qaytamiz o'sha primerka paytida. U faqat onlayn ustoz shogirdlik kursimizda bo'ladi bizda. Unda mana bu 4 oylikni o'qib bilib, unda o'qisa bo'ladi. Ну, da xohishga qarab, даже qizlarimiz mana marafonga qo'shilmasdan sразу onlayn ustoz shogirdlikni boshlashadiki, toki o'sha andazani ham amaliyotda ko'ray deydi. И vытичкаlar ko'chirishda nechta anaqa bo'ldi bizda, fason bo'ldi. Kamida 6 tami 7 ta bo'ldi. Hammasini tikib tashashadi ular. Hammasini tikib tashashadi. Shu bilan birgalikda andaza matoda qanaqa qo'llaniladi? Nima sababdan qayerda xatolik kelib chiqyapti? Hammasi borib asosan andaza o'lchamga borib taqaladi. Modellashtirganda kiyim buzilmaydi. Hech qanaqasiga buzilmaydi. Chunki siz qolip chiqarib bo'lgansiz-da o'sha. Qolipga borib taqaladi. O'shaning uchun biz faqat andazaga ko'proq vaqt ajratamiz. O'zi boshida ham aytganman, eng qiyin mavzuyim ham, eng muhim mavzuyim ham o'zi andaza. O'sha andazani o'lchamni to'g'ri o'lchansa, agar o'zlashtiradigan bo'lsak, bizda muammo bo'lmaydi inshaalloh. 80% bilimni egalladim deganingiz o'sha u. Andazada vытичка ko'chirilishini agar уже to'liq o'rganib bo'ldim desangiz, chunki hamma fasonlar odam g'o'dasidan kelib chiqib modellashtiriladi bizda. O'shaning uchun shunga urg'u beramiz. Agar onlayn ustoz shogirdlikda qatnashmayman deb ko'pincha puli og'irlik qiladi, tan olish kerak buni. U 1,5 million oyiga bo'ladi, 8 oy davomida o'rganiladi. O'tda kelin ko'yni, puxovik palto, klassический uslub, murskoy hammasi o'rganiladi. Hammasi bichib tikilishi bo'ladi, onlayn bo'ladi, har kun dars bo'ladi. O'rgana olmaymanmi deysizmi? U to'g'ri. U gapingiz to'g'ri. Da. Kelib turgan dohodni to'xtatib qo'ya olmaysiz. O'sha narsa farq beradi. Ha, siz kam-kamdan vaqt ajrating toki mana hozir onlayn ustoz shogirdlik emas, bichuvchilik kursi deyapsiz. Ну, хотя бы o'shanda vazifalarni bajarib borish kerak bo'ladi. Yoki-da oddiy marafon, mana marafonga qatnashdinglar, 100 ming so'mlik marafon edi bu, to'g'rimi? O'shandagi vazifalarni bajargan taqdirda ham kam-kamdan o'zingizlarni bilimingizga vaqt ajratmasanglar, oddiy rabochi bo'lib qolib ketasizlar, qizlar. Oddiy, men ham oddiy tikuvchi edim. Uyda o'tiradigan, uy chevari bo'lganman. Alabay? O'sha narsadan charchadim уже. Ha. Уже asabingiz ketadi, uyingizga vaqt ajrata olmaysiz, xo'jayiningizga vaqt ajrata olmaysiz. Hamma hayolingiz o'shanda bo'ladi-da. Shundan даже borib bitirib kelishimiz kerak, ertalabga kiyadigan bo'lib qoladi. Oddiy qora ishchi bo'lib qolamiz unda qizlar. Bilimingizga vaqt ajratsanglar, biliminglarni agar rivojlantiradigan bo'lsanglar, mana shogird tayyorlashingiz mumkin. Shogird tayyorlashni boshlagandan keyin duch kelgan klientni olmaysizlar, ishonveringlar. Masalan, 25 ming, 30 ming, 3 mingga ham tikiladigan joylar bor. Kiyimlarni, ko'ngil lozimlarni-da. Shogird olishni boshlagan paytingizda shogirdinglar o'sha pulni sizlarga beradigan bo'lsa, 10-15 baravarini 1000 marta o'shalarni tayyorlaysizlar. Bu primerka qilgandan, kimdir mehnatini qilgandan 1000 marta oson. Har qanaqa kasbda ham o'sish kerak. Agar o'smasanglar, o'sha vazifani, o'sha operatsiyani bajaradigan обычный рабочий bo'lamiz xolos. Qora ishchi bo'lamiz. Qora ishchidan chiqish uchun bilim orttirib, bilim darajangizni ko'paytirgandan keyin siz ko'proq imkoniyatga ega bo'lasiz. Sizdagi hozirgi ayni paytda sizda ishlaydigan ishchilarni ishga olish imkoniyatingiz bo'ladi. Ma'lum bir qismini olib, ma'lum bir qismini ularga berganda ham sizga shunaqasi keladigan pul bo'ladi bu. Qarang, men bu shogirdlarimiz o'qib o'rganadi, lekin tikishini yaxshi tikolmaydi-da. Masalan, bera olmayman ishimda. Ha. Uyiga vazifa berasizmi? Uyga vazifa beraman. Ishimni ham mana beray, o'rgatay desam, Yo'q, ishingizni bermay, mijozligini ni в коем случае mumkin emas shogirdligi. masalan, hatto dazmolini ham qo'rqaman-da o'sha berishga. Lekin qachon bu narsadan chiqib ketishi bilmayman-da. Aha. Ishonib ularga, lekin meni ustozim topshirgan. Siz faqat ishchi olasiz. Ishchi olasiz, o'zingizda ishlaydigan ishchi olasiz. Shogirdlardan ishchi qilaman deyish sal qiyinroq. Chunki dedi. Shundan keyin
buni ayb emas-ku. da o'sha payti oyimdan katta замечание eshitganmanki, boshida aytganimda sen qilmading dedilar. Ular metodistlar. Metodist bo'lib dars berganlar universitetda bizadagilarni o'qitishgan. Qanaqa dars berish uslublari bor, qanaqa darsni olib borish kerak. Daftar ruchka обязательно bo'lishi kerak desanda, yo'q, siz amaliyotga kirg'izib yubording dedi. Anaqaga kirg'izib yubording, mana senga deb dedi. O'zim kutgan narsa boshlagan paytimda uni aytganlari esimga tushgan va qanaqa zo'r joy bo'lganligini o'sha paytda bilganman. Xafa ham bo'lganman ulardan, o'zimchalik mana haydab borishgan debdi. Dadam o'rtoqlari bo'lganda, nima uchinlik olmayman deb. Rosa zo'r o'rgatardi, murskoy va zo'r o'rgatardi. Bu 2 hafta zo'rg'a chidaganda, xullas menga. Keyin anaqada daftar ruchka bo'lishi kerak, planing bo'lishi kerak, plan Men juda ham xursandman 1 oylik Zinarapani marafonlaridan qatnashganimdan. Asosan andazi